Assalomu alaykum do'stlar. Mana sizlar bilan yana bugun bot haqida gaplashamiz. Bu botda sarmoyasiz pul ishlatsangiz ham bo'ladi, o'zingiz sarmoya kirgizib pul ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana kirganingizda sizda VIP 0 darajasi beriladi sizga, ya'ni siz har kuni $1.60 pul ishlatsangiz bo'ladi. Endi buni task bo'limiga o'tamiz. Task bo'limida mana shunda sizga har kuni 24 soatdan keyin bir marta nima beradi, sizga zadacha beradi. Shu zadaniyani bajarasiz va sizga $1.66 beradi. Siz o'zingiz bu bot orqali referral chaqirib pul ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana meni referral kodim. Xohlasangiz kirgizasiz, xohlasangiz kirgizmasangiz ham mumkin. Mana da levellar bor. Siz mana shu levellar orqali siz ulardan foyda olishingiz mumkin. Masalan, level 3 bo'lsa sizga 2% tushadi. Birinchi level bo'lsa 10% sizga daromad kelishi mumkin. Yana VIP darajalariga o'tsak, mana VIP darajalari mana summasi ko'rsatilgan. VIP 1 darajasi $15 ekan. Har kuni siz $8 dan sarmoya olsangiz bo'ladi. Bu 2 oy ishlaydi. Mana VIP xohlagan VIP darajangizni sotib olgandan keyin 2 oy davomida sizga shu pulni ishlab taqdim qiladi. Mana eng katta summalarni nimaga sotib olishga bermayman, undov bermayman. Xohlasangiz sotib oling, xohlasangiz sotib olmang. Eng sizga maslahatim VIP 1 yoki VIP 2 orqali ishlasangiz zo'r foyda keladi. Kattaroq summalarni maslahat bermayman, to'g'risi. Chunki mana VIP 1, VIP 2 shu nimalaringiz har kuni zo'r foyda olib keladi. Hamda sizda buncha keyingi VIP 4, VIP 5 darajadagi nimalaringiz, pullaringiz uncha to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun eng qulayrog'i VIP 1 dan foydalansangiz bo'ladi. Bu yerdan pul chiqaraman desangiz, mi tugmasi orqali pul chiqarishingiz mumkin. Mana mayda Wizdraw nimasi bor, tugmasi bor. Ana shu orqali shu yerdan pul chiqarsangiz bo'ladi. Wizdraw tugmasini bitta bosamiz va bu yerda ichkariga kirishingizda ikkita parol kirgizasiz. Mana birinchiga kirgizgan parolning ikkinchiga ham shu parolni yozasiz. Mana hozir biz parolni yozib olamiz. Mana do'stlar, biz bu yerga parolni yozib oldik va confirm tugmasini bosamiz. Endi mana shunda oyna ochiladi. Mana hozir meni balansimda $1.80 bor. Endi buni maksimalni $8 gacha mana ko'rsatib qo'yibdi. $8 gacha chiqarsa bo'ladi. Endi mana da komissiya ushlashi bor. Endi bu yerda masalan TRK 20 USDTdan chiqaraman desangiz, masalan hozir $8 chiqaramiz, pashti $8 chiqaraman desangiz, sizdan komissiya ushlab qoladi mana. Siz $80 chiqaraman desangiz, agar sizdan $12 komissiya ushlab qolar ekan va $68 bo'lib tushar ekan. $8 qilib ko'ramiz. Mana siz $8 chiqaraman desangiz, $6.80 sizga hamyoningizga tushar ekan. Endi BNB 20 USDTdan foydalanaman desangiz, bunda komissiya kamroq bo'lishi kerak menimcha. Mana aytganimdek, komissiya kamroq ekan. Buni Binance yoki boshqa nimalarda brokerlar orqali nima qilsangiz bo'ladi. O'zingiz referral nimaningizni qo'yib, mana shu yerga referral nimani bosasizda, shundan keyin sizga pul chiqarib beradi. 1-2 soat ichida pul chiqarib beradi sizga. Do'stlar, sizlarga hozir tushuntirib o'tganim tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan yana sarmoyasiz pul orqali pul ishlash. Endi referral ssilkasini nimada qoldiraman, opisaniyada, ya'ni YouTube kommentariyada qoldiraman. Shu orqali siz ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bundan yaxshi videolar yana chiqarishga harakat qilaman. Sizlar ko'rishguncha xayr.